Assalomu alaykum, hurmatli podpischilarimiz, musofir deyilgan aka-uka, opa-singillarimiz. Bugungi videoligimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi 4 tumani 4 mol bozorindagi, mol bozorining oldidagi tushgan bu kontorozan baholarini ko'rib o'tamiz, xudo xolasa. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bir likelar bilan qo'llab tursangizlar, sizlarga manfaatli bo'lgan videolarni chiqarib borishga harakat etamiz, do'stlar. Videoligimizni boshladik, baholarini qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tarozdan so'm bo'ldi ekan kilosi? 3000 so'mdan kilosi. Kilosi 3000 so'mdan bo'ldi, to'g'rimi? Nerin tarozi bu? Surxondaryo tarozi. Ko'proq odamlar kelishimi bormi buni? So'm aytib berasizlar. 2800 oxirida qolgan 2 kalma aytib berasizlar, to'g'rimi? Telefon nomeri aytamizmi? Aytib berik. 93 835 835 0911. 0911. Savdosini bersin. Assalomu alaykum og'a. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Farmon. Tarozdan 300 so'm bo'ldi bular. 6000 dan berdim. Kilosi 6000 so'mdan berib turibsiz. Neni tarozi bu? Qashqadaryo. Qashqadaryo tarozi. Qashqadaryo patrulka emas. Ko'proq odamlar 300 so'm aytib berasiz. Endi ko'proq asar. Bir zamanlar kamıydı bu. O'zi shu qoldi axir, sotib qo'la keldingiz. Kichkina bolalar benim ona yedirmezden bo'ladi. Ko'rsatib o'tamiz. Avamsiz Safiya marketning yon tarafida bozorga kiraverishda bo'ladi. Savdosini bersin og'a. Assalomu alaykum og'a. Yaxshimisiz? Xorman. Tarozdan 300 so'm bo'ldi. Tarozdan 5000 dan berdim. Kilosini 5000 dan berib tursiz. Nerin tarozi? Surxondaryo'niki. Ishlarni ko'rsatib o'tamiz, do'stlar. Ko'p. Kishi ko'proq odam bo'lsa 4,5 berasiz axir. Telefon nomeri aytib o'tamizmi og'a? 99 99 350 1101. 350 1101. Savdosini bersin og'a.